Ovozliq kitob abditali. Assalomu alaykum hurmatli radio anglag'uchilar. Adabiy anglatish programmamizni anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programmamizda yozuvchi Zo'rdun Sabirning Xinjiang xalq nashriyati nashr qilgan Izdinish nomli 2 qismli romanining 1-qismini anglatishni boshlaymiz. Bilim xuddi kiyimga qo'ngan changda ko'rinmay qonadi. Asta qalillashadi. Bir kechada bilimlik bo'lib olgan birmi odam bo'lmasa kerak. Nimiş solab qo'ydi demsiz jinim balam. Faqat kitoblarimizda bulg'anlarni tillab qo'yganligi uchunla. O'g'il bola bo'lsang, mushtumingni avu qural tutganlarga tangla. Ko'rdingmi? Bilim yurti kuyuvatdi. Sana o'xshash necha ming talbini odam qilib chiqqan ona maktabim o'q ostida kul bo'lmoqchi. Qaysi qonunda yig'lashmi gunoh deyilgan, ha? Kimga yig'layman, kimni tillayman? Bu mening erkinligim. Sen bunchalik erkinligimga chaq qo'ymoqchimi? Siz yolg'onchi, aldamchi, siz ashaddiy qisoskor.